Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli obunachilar. Mana inshaalloh boshlagan ishimizni Xudo xolasa yakunlab oldik. Xo'p, bu yerga qilgan ishlarimizni hozir bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu yerga Samarqand fasondagi darvozamiz, ham yuqorisiga kazirok. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. O'ziga xos dizaynda bezalari ham kovni gullardan jihozlab, ham bu yerga mana yangilik qilganmiz. Akamiz o'zlari talablarga binoan. Xo'p, bunga ishlagan materiallarimizdan haqida bir qator ma'lumot beramiz. Aynan atrofdagilar 10 shivellar. Oldiga toshli eleslar, ikkinchi qavatimiz 1.8. Obshi 3 qavatda bo'lgan darvozamiz. Xo'p, endi bu tomoniga o'zi bilan bir xil holatda kalitga ham joylab berganmiz. Xo'p, buni ham ko'rishingiz mumkin. Va Xudo xolasa o'zining razmeriga juda chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Endi ichkariga kiramiz. Ichkarida ham bir qator qilingan ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yerga naves joylaganmiz. Xo'p, 4 metrga 9 metr. Mana ikkinchi qavat. Shumkalari zober zamok, ham undan tashqari lazerli dizaynda navesini joylab berganmiz.